ba'zi bolalar juda ham qo'rqoq bo'ladi. Buni sababi nima? Juda ham qo'rqoqlikning sababi yana aylanib kelish ota-onaga borib taqalaveradi. O'zimiz qo'rqitamiz. Qo'rquv degan tushuncha bo'lmaydi, misol uchun tug'ilgan bolalarda. Ajina degan, baji degan, qachon babu kelyapti, qachon yana bir narsa maxluq kelyapti degan tushuncha o'zi bo'lmaydi. O'sha tushunchani biz singdiramiz va qo'rquvni paydo qildiramiz. Ya'ni o'zimiz sababli bola qo'rqoq bo'lyapti. Masalan deylik, qorong'ida ana bo'ji kelyapti deymiz. O'zi bo'ji degan narsani o'zi yo'q. Lekin xayolida bola nimadir yasaydi. Qanaqadir illyuziyalar qiladi, xayolda nimalar yasaydi-da, keyin qorong'ida ana vishilkada osilib turgan paltoni ham o'sha maxluqqa o'xshatib, illyuziya qilib, o'sha bo'ji deb biladi, o'shandan qo'rqadi. Oddiy qo'rquv. Yana bitta qo'rqoqlik bor. Bolani aqliy holati qancha yoshga nisbatan uzoqroq bo'lsa, bola shuncha qo'rqoq bo'lib boradi. Shuni hisobga olish kerak. Masalan, 5 yoshli bola keladi, uni aqliy faoliyati xuddi 2 yosh darajasiga keladi. U bolalar 5 yoshli bolaning ichida yurishi qo'rqadi. U boshqa narsa. Ya'ni u haqiqiy nevrologik kasallik hisoblanadi. Mana bu o'zimiz ota-onamiz qo'rqitish, qo'rquvlarni singdirib qo'yish bu psixologik holat hisoblanadi. Bunaqa holatlarda ko'proq psixologga murojaat qilish kerak.